Assalomu alaykum. Sizlar bilan Foydali Link YouTube kanali Kamina Jasurbek. Bugun Xudo xohlasa sizlar uchun manfaatli va foydali bo'lgan sayt haqida gaplashamiz. Hech o'ylab ko'rganmisiz, uydan chiqmagan holatda dunyo shaharlarini virtual 360 gradusda sayohat qilish mumkinmi? Albatta mumkin. Bugun sizlarga taqdim qilmoqchi bo'lgan saytimiz orqali siz istalgan shahringizni, aytaylik, siz Barselonani yoki bo'lmasam boshqa shaharlarni virtual tarzda sayohat qilishingiz mumkin bo'ladi. Demak, kanalimizga obuna bo'lgan bo'lsangiz, ushbu sayt, ya'ni bugungi sizlarga taqdim qilmoqchi bo'lgan sayt manzili video ostida qoldiriladi. Saytga tashrif buyurganingizda xuddi shunaqa oyna ochiladi. Ya'ni bugungi saytimiz manzili airpono.ru sayti, ya'ni saytga tashrif buyurasiz, xuddi mana shunaqa bo'ladi. Ya'ni o'zingiz istagan bir shaharni tanlashingiz mumkin. Bu yerda istalgan shaharda 360 gradusda aylanishingiz mumkin. Misol uchun Barselona, ya'ni Ispaniya shahrini tanlayapmiz. Mana birinchida turgan Barselonani tanlab ustiga bosib kirganingizda xuddi mana shunaqa oyna ochiladi. Ya'ni o'rgatyapti. Kompyuterda chap tugmachasini bosasan, mana buni aylantirib yaqinlashtirasan deb bizga o'rgatyapti. Ya'ni bu samolyotda belgisi bo'sh samolyot orqali sayohat qilish. O'zingiz piyoda bo'lsa, piyodan belgisi chiqadi. Bizga turli xil musiqalar qo'yib berishadi. Ya'ni musiqalar ostida biz bemalol sayohat qilishimiz mumkin. Mana bu samolyot ustiga bir marta bosadigan bo'lsak, bizga yaqinlashtirib beryapti. Ko'rib turibsizlar, shahar. Mana sichqonchani ushlab aylantirasiz. Biz bemalol Barselona shahrini ko'rishimiz mumkin. Agar yo'q, tevadan emas, biz pastroqqa tushib olamiz deydigan bo'lsangiz, piyoda degan tugmachani bosadigan bo'lsak, biz hozir binoning ichki tomoniga olib kiradi. Mana ko'rib turibsizlar, Barselonaning markaziy shahrida joylashgan binolarning ichini ko'rib turibmiz. Mana sichqonchani aylantirib bemalol ko'rishimiz mumkin. Agar aylantirgingiz kelmasa, tek qo'ysangiz, o'zi birozdan so'ng video aylanishni boshlaydi. Musiqa ovozlarini biroz pasaytirib qo'yaman. Ya'ni bizda mana bizga musiqa qo'yib berishadi. Mana shaharning ichini ko'rib turibmiz. Ya'ni bu binoning ichki tomoni, biz istalgan tomonni o'zimiz aylanib ko'rsak bo'ladi. Mana bu joydan vertolyot tugmachasini bosadigan bo'lsak, bizni yana vertolyot tashqariga olib chiqib ketadi. Bu tungi Barselona manzarasi. Mana ekranda aylantirib Barselonani ko'rishimiz mumkin. Bu yaqinlashtirishimiz, uzoqlashtirishimiz mumkin. Mana bunday qilib shaharni 360 gradusda bemalol ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Samolyot belgisini yana bosadigan bo'lsak, bizni vertolyot belgisini demoqchiman. Vertolyot yana boshqa joylarga olib o'tib ketadi. Ya'ni biz ko'rib bo'lgan joylarimiz mana bunaqa pitichka bo'lib qoladi. Ya'ni biz sayohat qilib bo'lgan joylarimiz. Sayohat qilmagan joylarimizni bosadigan bo'lsak, mana shunaqa holatda vertolyot bizni mana Batlo uyga olib ketdi. Dom Batlo ekan bu, shahar markazida joylashgan. Shaharni mana shu holatda ko'rishimiz mumkin. Agar siz Barselonani to'liq sayohat qilib bo'lganingizdan so'ng yana orqaga qaytib, pastroqqa tushib, misol uchun Dalina Reyki, ya'ni Kalseyskiga bemalol sayohat qilishingiz mumkin. Yoki bo'lmasam turli xil orollar, shaharlar, misol uchun mana Gollandiya, gullar shahri ustiga bir marta bosamiz, bizni Gollandiyaga yo'naltiradi. Ko'rib turibsizlar, mana Strana Tyulpanov degan Gollandiyani shahri ekan. Mana gullar, o'zingiz bilasizlar, ya'ni Gollandiya bu gullar shahri deyiladi. Mana biz bemalol dalalarda gullarni sayohat qilishimiz zeriksak, mana bunday qilib vertolyot ustiga bosadigan bo'lsak, bizni Gollandiyaning boshqa Burgerburg shahriga yo'naltiradi. Mana tevadan shaharning ko'rinishi. Albatta bu yerda musiqalar qo'yib qo'yilgan, ya'ni musiqa sadolari ostida biz bemalol bu yerda sayohat qilishimiz mumkin bo'ladi. Gollandiyaning yana ham ustki tomonidan, ya'ni mana shu holatda, bu ayni paytda Gollandiyaning ko'rinishi, ya'ni doimiy sayt o'zgarib turadi, ya'ni обновление bo'lib turadi. Shaharlarda o'zgarishlar bo'ladigan bo'lsa yoki ma'lum bir yangiliklar kiritilsa, albatta sun'iy intellekt va albatta sun'iy yo'ldosh yordamida buni qaytadan bizga jonlantirib, xuddi mana shu ko'rinishga keltirib berishadi. Xo'p, Gollandiyadan zerikkanlar uchun istasak, mana bu joyda Myanma bor ekan. Myanmani ustiga bosib qo'yamiz va bizni Myanmaga yo'naltirmoqda. Ko'rib turibsizlar, ya'ni biz Bagan, ya'ni Myanmadamiz. E'tibor berasizlar, musiqalarimiz ham avtomatik o'zgardi, ya'ni shaharga moslashtirildi. Bu yerda mana shaharni tomosha qilishimiz,
butkun vertolyotga chiqamiz. Endi biz tungi Shvezgonni ko'rib turibmiz. Mana bemalol uydan chiqmagan holatda ham virtual tarzda dunyoni ko'rib, biroz bo'lsa ham bizni fikrlashimizga, dunyoqarashimizga ijobiy tarzda bu ta'sir qiladi, ya'ni yaxshi ma'noda ta'sir qiladi. Boshqa shaharlarni ham ko'rib, biz o'zaro ularning qurilish obyektlarini, joylashuvlarini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Xo'p, vertolyotga bosamiz. Endi biz 140 metr balandlikdan biz ko'rib turibmiz. Albatta, zerikkanlar yana qaytib orqaga boshqa shaharlarni ham, misol uchun Gretsiyani ustiga bosib, biz Gretsiyani ko'rib chiqmoqchimiz. Hop, Gretsiya. Hadi vertolyot turimiz. Mana bunaqa piyoda belgisi chiqadigan bo'lsa, biz piyodani bosadigan bo'lsak, biz to'g'ridan to'g'ri nima vertolyotda emas, endi quruqlikdan joylarni ko'rishimiz mumkin. Biz hozir tog'ning tepasida turibmiz, mana oyog'imiz osti tosh va atrofni bemalol kuzatishimiz mumkin. Gretsiyani tog'li joylardan yuqoridan ko'rinishi. Dengiz juda ham ajoyib, to'g'rimi? Ya'ni aynan mana shu joyga siz xarajat qilib pul sarflab bora olmasligingiz mumkin, lekin sayt orqali onlayn ham bemalol sayohat qilishingiz mumkin. Agar VR ochkilaring bo'ladigan bo'lsa, VR ochki taqish orqali ham ayni shu joyda paydo bo'lib qolib ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Biz vertolyotning ustiga chiqamiz va orolni endi vertolyotda sayohat qilamiz. Ko'rib turibsizlar, sohil bo'ylari. Bu albatta juda ham ajoyib, ya'ni juda ham ajoyib sayt. Bu yerda biz 10 dan oshiq bo'lgan davlatlarni va manzarasi jihatidan va turistik jihatdan diqqatga sazovor bo'lgan joylarni bepul tarzda bemalol sayohat qilishimiz mumkin bo'ladi. Ushbu sayt manzili bu airpono.ru sayti. Videosida ham manzilini qoldiraman. Saytga kirib foydalanish mutlaqo bepul. Ushbu link sizga taqdim qilmoqchi bo'lgan linkimiz foydali bo'ldi degan umiddaman. Agar siz bundanda qiziqarli va foydali bo'lgan linklarni qidirayotgan bo'lsangiz, biz sizni foydali link YouTube kanalimizga taklif etamiz. Yangi ochilgan kanal, har kuni ko'rib turibsizlar. Mana bir kun oldin 3 ta video chiqardik. Ya'ni biz dunyo ko'chalarini bepul aylanmoqchi bo'lsangiz, ushbu videoni ko'rishingiz mumkin, yoki bepul QR kod tayyorlaydigan va bepul vizitka va kalendar tayyorlash bo'yicha saytlarni, taqdimnomalarini sizga taqdim etganmiz. Bugungi sizga taqdim qilmoqchi bo'lgan saytimizdan sizga foydali bo'ladigan umiddaman. Kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Xudo xohlasa har kuni mana shunaqa qiziqarli va kerakli bo'lgan saytlar haqida sizga qisqacha obzor berib olamiz. O'zingizni ehtiyot qiling. Ketkizgan 8 minut vaqtingizga rozi bo'ling. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.